Navbatdagi xaridimiz shunday 750 proba buğdayımız bo'ldi. 22 gram, 60 santimetr. Tabriklaymiz Nasiba, Xudoyim undan ham yaxshisini yetirsin Allohim. 750 proba. Tashlang omadini sinab ko'rasiz, Xudo xolasa 30'unda kutib qolamiz. Omad. Xudoyim undan ham yaxshisini yetirsin. Qizini podarka oldilar. İtalyanskiy zolotdan. Chiroyli modelimiz, nejniy. Tabriklayman. Undan ham yaxshisini yetirsin, tashlang qizim. 30'unda Xudo xolasa Zuhra opam tashlang. 30'unda kutib qolamiz. Omadli qo'llaringiz bilan tashladingizlar. Omad. Xudoyim hajga umraga deb atirsiz, tilaklaringiz qabul bo'lsin. Kim o'tsa omadindan kelasiz, kutamiz. Bu klientlar Xorazmdan keldi. Daryoshi. Rahmat, rahmat. Omadingizni bersin. Sog' bo'ling. Navbatdagi xaridimiz yana Bakinskiy 750 probamiz bo'ldi. 14-12 gram, karatlari 256 karat. Ajoyib narxlarda qilib berdik. Qoshlari zo'r, oppoq, yonida yotibdi. Sevimli deb nomlanadi. Bu komplektimizning nomi. Garantiyalarni yozdim. Xudo xolasa garantiya qog'ozlarini yozib, mana Telegram, Instagram, garantiyalarni yozdim. Avvalgi modelda kellik vaqtindagini shunday sestra. To'shtim yulduzini toza modeldan ber, eng so'nggi modeldan dedi. Eng chiroylisini loyiq deb bildi o'zini sestra. Tabriklaymiz. İşlerimizin rivojini bersin, savdolarimizning barakasini bersin, omadlarimizni berib bersin. Rahmat. Necha yildan beri bizdan xarid qilasiz? Ayniqsa vaqtimizdan beri baraman. 5 yildan beri shug'ullanib, ko'p klient akladi, eng xayrli klientim. Shuning uchun yana skidka ketib tashladim. Arzon narxlarda qilib berdim. Xudo xolasa omadingizni 30-chislida sinab ko'rasiz. Tashlang sestram. Omadingizni bersin. Xudoyim to'ylarga taqish nasib etsin. Mana garantiya qog'ozlarini olib qo'yasizlar. Bular garantiyalar yoziladi bizada. Xudoyim nasib etsin. Qolamiz 30-chislida. Rahmat. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, eskirgan uzuklarni topshirib, probalarni tekshirtirib, 587 proba chiqdi. Olib qoldik. Keyin o'rnidan shunday chiroyli ko'rinishdagi sirg'ani berib, Dorika variant hisoblanadi. Narxlardan albatta arzonroq etib, chiroyli etib berdik. Kimda shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Ayfamiz Xudo xolasa o'yin ishtirokchisiga aylandilar. Tabriklaymiz. Yaxshilik nasib etsin. Razimiz Sahir. Xudo xolasa 30 avgust kuni kutamiz.